Bir pasport bilan kelsa bo'ldi. Sizda pul bo'lishi shart emas, Shart emas umuman. Bir pasportdan keladi, shu 6 million chaqalini bir yilga bo'lib to'lasa bo'ladi. Eshiglarimiz yana 3,5 metr. Eshiglarni 148 ming so'mdan oyna to'laydi. Eshiglarimiz Adil Lauren, dum qalin vech, oylik to'lov 180 ming so'mdan chiqadi. Lekin kichkina razmer emas, qarang. Bular Yuksel, Eran qo'shma korxona 125 ming so'mdan to'lab olib ketaveradilar. Yana qo'jali, endi yana qalinlashtiramiz. 3'e 5'likka chiqadi. Shu 244 ming so'm. Eshiglarimiz ham eng qalinini oylik to'lovini e'tibor bering. 290 ming so'mdan tushdi. Ko'rpacha kerak miydi u? Ko'rpacha umuman kerakmidi? Oylik to'lovi 290 ming so'm. Vibor shuningdek ko'p bahodirjon. Buni 310 ming so'm evazini olib ketaveradi. Ina bu 280 ming devadikmi anga? Bu yana birsini yeyverdilar. Stanoklarimizni olib borib zotib beramiz. 3,5 degani buni sifatida. Bu gullar qarasan. BYDmi bu? BYD degangilar. Ina bu natural ki bu. 3,5 264 ming so'mdan tushadi. Endi bular Buxorolar hammasi qizilda keldi. Demokratni xatiklar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan bugungi videorolikimizda ko'rish turganligimdan xursandman do'stlar. Bugun Shovot buyum bozorini ichkarisidan o'tgan yo'l bor, bilasizlar. Bu yo'ldan to'g'ri pryamoy chiqadigan bo'lsangizlar, Azzamakshari ko'chaga chiqib ketasizlar. Bu yo'ldan to'g'ri Kamoljon Ataniyozov ko'chasidan chiqib ketasizlar. Endi bu yo'lni aytishim shart emas. Menimcha, agar siz Shovotli bo'ladigan bo'lsangiz, bozorga har bir oyingiz kelib ko'rgan bo'lsangizlar, bu yerni yaxshi bilasizlar. Endi gap bozorni sizlarga donishtirish emas, gap maqsadimiz bu yerda bilasizlar, bunda 2 etajli g'olib do'kon bor ina. Ina bu tarafda Pekanli bilan bu bozorni Dehqon bozori to'g'ri kirib ketgan bir kesishma yo'l bor, shuni yonida joylashgan bo'ladi. Ina 2 etajli sog'da yozib qo'yibdi. Agar menimcha lokatsiyasini to'g'ri tushunib oldingizlar, bu yerda bir yangiliklar bor ekan. Endi yangilik borda taklif qildilar bizani, shu yangiliklarni sizlarga yetkazishimiz kerak. Albatta yangilikni bundan ko'pchilik xabardor topish kerak. Quruq yangilikni hech kim bilmasa, u yangilik hisoblanish, yangilikni hamma bilishi kerak. Asal gittik. Gelish qismida bir narsani eslatib o'tamiz. Endi nafaqat bu yerda gilam emas, variant tarafidan kirib kelsangizlar ham bo'laveradi. Bu tarafdan ham kirib borsangiz ham bo'laveradi. Xohlasangizlar ayollar uchun bunda tovarlar bor ekan, kiyim-kechaklar bor ekan. Shu narsalar ham bu yerda xarid qilsangizlar bo'laveradi ekan. Asal biz gilamlarga qarab gitdik. Assalomu alaykum. Bahodir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Almasa keldingizmi? Sog'lommisizlar? Mana savdolar yaxshi o'tibmi? Allohga shukr, rahmat. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Musofirda yurgan eldoshlarim, hammang sog'lommisizlar? Xush kelibsiz. Yaxshi, rahmat. Yangiliklarimiz ko'p, xudo xolasa yangilik deganda o'tib keldik bu yerga. U yangilik o'tibdi ekanda. Nasib etsa tanishtiramiz hammasini. Shoh bizani hozir videoni boshida aytganimdan keyin endi уже orqa ham bo'lib, ko'rishni boshladilar borda. Nechta yangilik o'tibdi ekan bu yerda? Nechta yangilik bu yerda, Jasur aka? Yangilik xudo xolasa endi dim zo'r yangilikni yo'lga qo'ydik. Shu bir pasport evazini hamma g'alani bir yilga bo'lib to'layveradi. Yo'q, bir pasport bilan kelsa bo'ldi. Bir pasport bilan kelsa bo'ldi. Sizda pul bo'lishi shart emas, Shart emas umuman. Bir pasportdan keladi, shu 6 million chaqalini bir yilga bo'lib to'lasa bo'ladi. Nechik bo'ladi? U ya foiz bo'ladimi? Yo, foiz bo'lmaydi. Mahalladan spravka kerakmidi, bank aralashmaydi. Shu o'zini pulini bo'lib bir yilga bo'lib to'laydi. Yo'q, rostdanmi? Ishi g'olib, masalan, g'olibni puli, masalan, falon so'm bo'ladigan bo'lsa, shu durishunda, masalan, bo'lib to'lamagan shu boqang. Nalichasi ham shu boqa. Avang. Yaxshi-ku bu. Xudo xolasa shuni yo'lga qo'ydik, endi 1 yillik to'lov. Zo'r yangilikni. Yangilikni betonini qilamiz, xudo xolasa. Nasib etsa. Qani, Bunyodbek aka g'alani. Eshiglarimiz yana saq gilamlari. Saq bang. Avang, boqmol 3,5 metr. 17,5 kvadrat. Bo'ladi. Yaxshi og'a, siz ham to'ylarda döşegaysiz, xudoyim. 17,5 kvadrat bo'ladi eshiglarimiz, misol. Yana bo'lib to'larni ham dar chiqarib beramiz. 17,5 kvadrat. Eshiglarni 148 ming so'mdan oyna to'laydi. 148 ming so'mdan, Ha, bir yilga 148 ming so'mdan bir pasport keladi, 148 ming so'mdan to'lab beraveradi. Yaxshi. Bu 148 ming deganimiz endi hozir bir yere borib o'tirib bir yeb qo'ysak ham yo'qotib turibmiz. Bir oyda 148 ming. Abetlanaman desangiz yetadi. Qani ikkinchi gilamimiz yo'q. Yaxshi.
Bulam sak gilamlarimiz, nova gilam acayip. Xohlan razmerinde var. Razmerinden ne yok? Muamma joyi yok. Bakadırca. bu. Bunu çıkardan töleğini çıkaramam. Bugan bir ullu razmer, yeni 3,5. Uzinası 5 metrlik gilamimiz. Bunu bakasını çıkarsak 1 yıllık töleğini çıkarıp veremem. Ay töleyden pulunu. 126 ming so'mdan her oyda to'lab beradi, 1 yilgacha ketadi. Yaxshi. 126 ming so'mdan hech vaj emasda. Bilinmagan Puluk. bu. Qani lavrellarni ekka lavrellarni. Endi buni hamma razmeri bor. Nechki razmer kerak bo'lsa, buni gullarini ham endi ko'p cho'zib bermayin deb turibman. Gullari ko'p. Sizda demak sizda ya rasurishka deydi-ku. Shank bo'lni. Hava 1 yil bo'lib to'layveradi. Ina bu qalin gilam boqadi. Buni bahosini-chidan. Enang Oylik to'lantib olmaytavering. Oylik to'lovini chiqarib beraman buni-da size derru ening, xudo xolasa. Bu gilamimiz Adil Lavren, qalin gilamimiz. Oylik to'lovini har oyna dum qalin vech, enang sifati kuchli, modonna emas. Oylik to'lov 180 ming so'mdan chiqadi. Vaqtida. 180 ming so'mdan. Enang gullari har xili guli bor. Go'klarini ham akka-bakka ko'rsat. Bu sog'ang. Hava sag gilam, eni 3 metr, bo'yi 5 metr. Xalasa 6 oydan bo'lib to'lasa bo'ladi. Xalasa naq pula kelib ikkisi ham bo'ladi. Endi hozir rasturishgamiz 1 yillik yaxshi-ku, bir pasportda keladi. Endi foiz bo'lmasa, Hava yo'q, foiz yo'q. Mahalladan spravka universitet shart emas. Qani yay bering. Shu 3 gilamimiz ham shu naqda 180 ming so'mdan chiqadi bahodirja. Oylik to'lovi. Lekin kichkina razmer emas, qarang. Razmeri kichkina emas. 180 ming so'mdan oyina to'laydi, bo'ladi, oladi, ketadi. Bir pasport evazina. Bir pasport. Hava hech yerda ishlash shart emas. Endi bu gilamimiz yana qalinini o'tamiz, yana qalinlashtiramiz. Bular Yüksel Eran qo'shma korxona degan sorti, bu qalin bu, uji. Yüksel Nodayan gilam dedingiz buni? Yüksel Urgaz gilami. Urgaz. Buni ko'pincha Eran deb chiqib turibdilar, lekin Eran emas, o'zlarimiz Urgaz gilamlari bu. Buni oylik to'lovini chiqarib bersak 12 kvadrat bo'ladi bu gilamimizni. $125 ming so'mdan to'lab olib ketaveradilar oylik to'lovini. 125 ming so'mdan, Ha, har oyina 125 ming so'mdan chiqdi. Bunda yaxshi ekan bu. Dim qalin u. Bu nima emas-da bu. Keling, mana tushirib bering sal yaqinroq etib, vorsini ko'rsinlar. Enang ko'rjali, dim qalini. Enang vors. Yaxshi. Buning ustundagi Bu 3/5lik, shu gilamimiz 3/5 da bu. Shuni 3/5lik eng. Avang. Bu 226 ming so'mdan chiqadi. 226 ming so'mdan. Endi 3 uzinasi 5 metr. Endi kur 3/5 yaramiz. Endi yana qalinlashtiramiz Bahodir aka. O. Yana qalinlashtiramiz, xudo xolasa. Endi buni qalinligini ko'ring. Bu o'zlarimiz sak firmamizning Kalizey degan gilamimiz. 3/5likka chiqadi. Bu yaxshi ekan. Buna oylik to'lovini girsak 244 ming so'mdan tushadi ening Bahodirjon. 244 ming so'mdan. 244 ming so'mdan har oyina to'laydi. Xohlagan razmerini chiqarib beramiz. Shu 1 yilga bo'lib Bu to'lovni 1 oy o'tgandan to'lab boshlayveradi. 1 oy o'tgandan keyin ham to'laydi. Yo'q. Bu ham shu gilamimiz ham 244 ming evazina chiqadi. 244 ming so'm oylik to'lovi. Yo'q. Hamma yerdan arzon chiqarib turibman. O'zini pulunda chiqaraman. Bahodirjon. Bu yaxshi. 244 ming so'mdan shu ham. Hech yere bormaydi, shu magazinimiz o'zida chiqadi. Bir pasport ekkasa bo'ldi. Yaxshi. Bu demak yechirab borikka bir shart emas. Yo'q, Shu yerda o'zinda Shuni o'zida o'zingiz chiqadi. do'lashtiraversangiz. O'zim shu yerda bir pasport ekkaladi, bizlara pasportini bersa bo'ldi. Oyna shu 244 ming so'm, ishi gilamimiz ham mening 244 ming so'm. Bu boshqacha ekan bu. Qalin gilam, вообще qalin gilam. Bejoyib ekan. Endi sen bundan yana qalinlashtir, uka. Qalinlarni aka. Qalinlarni ham ko'rsatali. Qalinlarni ko'p odam chiqarmaydi. Yillik to'lova. Endi bu döşek vejlar bular. Zilli gilamimiz. Hurmatli obunachilar. Shuni vejlari bormi yana? Original. Qani. Tasha. Bu вообще döşeklashdi bu endi. Bu nima bu? Ini gilam. Voy.
qaranglar. Razmeri 3'e 5. Endi summasini chiqaramiz. No firma bu. Sak firma orijinali. Eng qalini. Buni eng qalinini oylik to'lovini e'tibor bering. 290 ming so'mdan tushdi. 290 ming so'm shu. 3'e 5'i. Ovan. 290 ming so'm. Ineng 290 ming so'm ishi qamning. Ineng 290 ming so'm. Kvadrati. Bunu yasangiz ko'rpacha kerak miydi bu? Ko'rpacha umuman kerak miydi? Buni eng qalin variantlari bu. Dum vorsi güçlü. Vafshi güçlü. Machalkada yurganda yuriydi. Yurgan odam. Shu. Ekkalaver. 290 ming so'mdan olaveradi. Inshularni ineng viberlarni yedirib turibman. Oylik to'lovi 290 ming so'm. Ineng qalin vech. O. 32 ne ekkeyin bularni. Tez. Yaydarı tez. İzinni ekkalaversan. Aşınam ekke beyaver. İnen gilemle. Kana. İnen gilem. 290 ming so'm evazine işi gilemlerini lübboy gülünü tapıp veremem. Vibur şunun köp bakadircan. Vapşı dahşet ekan. Vibur vapşı köp. Siz dükkanınızda Savatlılarım için var indi yeçere barıp net şart emas. Gelsin 12'ye bölüp töleversin. İndi görsətemiz. Bu gününü görsət. Bu gününü bu şart emas. Mana açık dım köpek ketədinimiz vaxtımız. Apçık 64'ünü açık ki. İndi bu giləmimiz var. Urgaz firma ötəmiz. Siz indi bunu vorsunu görün, vidini görün. Bu ne bu? Bu ne bu? Vapşı qalın tikilişem qalın Vapşı dahşatı bu. Nakışlarını qaramışım. Mürekkep etişləyirlər bunu. Yine. Güller hem başka çalma. Oho. Bunu 310 ming so'm evazini alıp ketaveradi. Her ayına 310 ming so'm to'lovi chiqadi. Ina bu 280 ming devedikmi? Bu yana birisini yeyverdilar yine. 64 bunun mehkilikini görün siz. Paxta deyin. Paxta ikisi bir üstü. Boşça dahşet. Endi çıkaramız. Valla. Zilliden başlanla. Yatıp imanlar etsen bunu. Opa qani. Bu gilemni gülene karangsız. Bala ağırlaşkan sayın final net başlarlayın ağırlığı. İnen gilem. Oo. Hemmesinin rezmeri var. Bakadırcan. Niçki rezmeri gerek? 3'e 4 mü? Yeni 4 yarıma 5 gerek mi? 5'e 7 gerek mi? Hemmesinin rezmeri var. Sizlerde dastavke var mı? Dastavkelere üye girgizip döşeştiğiniz bir problem var. Dastavkelerini hemmesi apparıp döşep kesiladigan yeri bolsa kesip hizmetlerine bir tiyin soralmaydı. Mesela indi mişla boladı. Yani kat yolda neler boladı. Hemmesini zor etip çıkarıp veremiz. Apparıp stanoklarımızı apparıp zötüp veremiz. Şimdi bu Troya'la gitti. Xuda kalasa bu ondan hem güçlüsünü öttük bakadır. Sifət güç hep bayatır. Bu neçə dediniz bunu? Hazır aylık tölövünü çıkarıp veremez size. Her ay tölen adamın tölövünü. Aslan yaymin dur. Bunu tölövü 400 ming so'mdan çıktı. Bu aslı Ürgenç'te az 350'den çıkart tuttular. Bize de 350'den kvadratını çıkart koydular bunu. Kvadratını bize de azı bu 398 ming so'mdan aylık tölöve çıkardı. Aylık tölöve. 12'ye bölüp tölü veredi. 12'ye bölüp tölü veredi. Yine ikinci gününü görseteyim. Paşti 400 mingden çıkardı iken de bu 398 ming so'm eken. İnen vibiri. Serilerini ekkenler şularını indi. Serilerini yayınlar. Ekker şunu. Bu güzellik kara bakadır. Yengi gilenimiz girip geldi. Güle kara. Yengilike. Kana. Yengi gül. Vida kara. Nerse. Başka şey eken bu. Mehkilikem. Hazır köp reklamalar çıkıp tuttular o şekerini sep veresen 1 kilo olsa 1 kilo alasan diye. Anşı gilemlerden bu. Zor veç. Bu ne ötürmeydi yine? Umuma. Mesela
Şeker döküleme, ne döküleme üstüne? Yok, içine sindirmeydi. Doğru şu 1 kilo şeker, şunu sepes 1 kilo şekerini serip alıp buladı. Kanayın bulan yayınla. Rastlanam zıt çeken da bunu. Zıt. Yine bunu açılan. Görünler bunu. Yaxşı. Yay be. Halkım görsün bir. Yine. Bu 3 yarıma 5 deyəni bunun sifətində. Bu. Bu gül akara sen. Yine acayip. Buy bura. İni gül. Niç gül, niç razmer gerek olsa hem öz tapıladı. Ekke yay be. Ekke yay be. Yay be. Güller birbirine ne etmedi. Bula en zorlar ini. İnen veç. Yine. Oho. İni. İnen sifət. Bulan şu Bomba. bak adam mı? Bula indi 3 yarıma 5. Yine sel yine koşuladı da bakadırcan. 3'e 5 gösterttirdik ki. Bu rezmer mi rezmer? Rezmerini aytık gelediler. Bize çıkadı o yıllık tölovunu sırası çıkartıp veremez şurada. 12'ye bölüp tölü veredik. Kana indi hem çıkarttırganlarından hem çıkar verelen. Ama. Bula natural kediydiler. Yine BYD gilemimiz. 3'e 5. Bir vaydı mı bu? BYD de yengilem. Bu. İnin. Hiç masa bir vaydı. Ama sakam. Neyin üstünde oturalım bir vaydı kalın üstünde. Yaxşı. Bu neler yanıp duramıyor bu? Fosfor ne? Fosfor. Zışlıkını görün siz onu. Sütünü öçürgende. Hoş raylakını görün. He? Sütünü öçürgende. Hava fosforu yanıp duradı. Bunu aylık tölovuna gelsek 235'ten düştü. Yaxşı. Bir ayına 235 bin somdan tölep harit et. Yürü verelim. Zışlığam zor eken bunu. İmanda Amilecan geldi yine. Amile gilamı. Amile mi? Ava. İni. Oo. Necli nerse. Amile. Vapşı zor. Endi Başka Xuda ses kalasa. Ava. Ben Bu yok. fosfor var. Bunu bakası Amile bu kımmatrak vezde. Bu natural gelen en güçlülerinden bu. Bunu kvadratına çıkarıp veremem. Diyeyim al. Bunu aylık tölovu çıkardı 380 bin somdan düşedi. Her ayına. Misal 5'e 6 bolsa üyünün zalı her ayına 760 bin somdan tölov kılıp 12'ye bölüp pulunu töləsə boladı. Endi inavı gilemi lakin bakadırcan bunu bu vəcimi görün. Etibar verin iş vəcimi. Hanımını. Bu bal bu. İnen vəc. Vəcdi en Ne oluyor zoru. ilgilen bindi? Bu yengilikimiz bu. Dum zor çıkalı, sifət zor. 12 aya bölüp töləsə 380 bin somdan düşər. 380 bin somla ne şu Avan, gülen? en şu gilem. Her ayına 380 bin som töleydi. Bir yıla bölüp her ayda Neçə gün 380'den bu? düş. Hoxlanan rezmini tap Neçə genççilik bu? Bu 3'e 5 tane görsət tutmuş kur ağzı. Şapkur 3'e 5'li ya. Ana indi Xuda xalasa bu tayar gilemlerini görsətib ötdik. Lakin seri yaymadınızlar. Ana şu gilemlerimiz hem dum güçlü seri variantları. Birsini yay görsət. Birsini yay. Kanı. Bula lakin dum zışları da. Akı kem, ya akından korkadan adamlar üçün bu. Bunu rezmeri 3 yanıma 5. Bahadırcan. Adam maşinsilere. Yeni. Yine bambaşka çeken ben. Vapşı başqaça nersə. Bunu sifətini gördüğünüz zaman Bahadırcan 455 bin somdan düştü aylık dolar. 455 bin Yeni 3 yarım uzinası 5 metr. Ana lüboy bir internette çıkart durgan 12 aya bölüp berip durganlarınki bilen salıştırsınlar, geleversinler. İnşunu screenshot etsin. Geplet duran gepim gelsin, haklagan türde haklagan rezmini tapıp veremem. Yok onu yayıp oturma, hacet yok. Sizde arzan eken arasında. Ava arzan düşedi, aylık töledim arzan düşedi bize. Hem de ise bölüp tölegenden faiz bulmasa. Faiz yok. Hem arzan başka Hem işlevçi şart emas. Bir pasport bilen geledi 6 milyonaca, ben kalanı berip bilemem. Bir pasport evezler. Ki yine iş orada natural kelenimiz durdu kana. Hem yerden aksaya tuttu danış vezler. Yine aylık tölemini bir gösteremem size şunu. Buladın. O ullu gilem, yeni 3 yarım, uzinası 5 metrlik gilemimiz 253 bin somdan düşedi ana. Natural gele, karan. Bir, argısı 2, bergisi sel kımmat düşedi anşı zalatiskisi. Anan. Bir ayda 253 bin som pul tölep harit kıla verebilir. Ayılma ay 12 aya
to'laydi. Endi Bahodirjon, xudo xolasa endi metraj dilimizni o'tamiz. Nasib etsa. Metrajlarınızı bakalım. Metrajlarimizni shuningdek chiqadi. Viberlarni jonlantirganmiz. Xudo shukr. Bularınız eng. Hammadan Viber güçlü, Xudoyga shukr. Ening birinchi chetdan boshlaymiz. Misol tariqasida nechik razmerda ketamiz? Tushuntirish uchun, xalqimiz uchun. Misol tariqasida 3'e 5'te ketaveramiz, men 3,5'a 5'tam. 17,5 kvadratda bo'lsak, ening bir kvadratı inshularni hozir oylik to'lovini chiqaraman. Buxoro, Eron. Ening etiketga qarang. Etiketgani tushuning. Ening Eron, Buxoro qo'shma korxona 3,5 deb ketaveramiz. 17,5 kvadratni olamiz. 3,5'lik tushadigan summasini chiqarib berajakmi? Endi 3,5 uzinasi 5'liki. 12'ye bölüp to'lasa 211 ming so'mdan tushadi ekan. 211 ming so'm. Ha, her oyi. 211 ming so'm. Yine bu natural ki bu. BYD'niki bu. BYD. BYD'nin naturalni kalını. Metraj qiylasan ya. Ha, metraj qiylasın. Bunu çıkarıp versek size. Xudo xolasa arzon chiqarib beramiz. Mana 3,5'i 264 ming so'mdan tushadi ekan. 264 ming so'm. Oylik to'lov. Bu yer bilan solishtirsinlar. Bu qalini bu. Bahodir. Bu endi ipqa qiylasan bu uni. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Arzon varianti bu. Ha, yo'q, bu qimmati, bu qayta bu originali bu. Ha, bu aytmoqchi yaxshiroq ekanda, qo'la ushlagandan. Ha, buni oylik to'lovini girib bersam size. $285'ten tushadi. 3,5'ti. Kur 3,5 gaplashib turibmiz. Bu xalqimizga misol 4 qarab hisoblab chiqaraverang. Ha, xalqimizga 4,6 olami, 3'e 4 olami. Hamma razmeri bor. Xudo xolasa, ening Viberlarim dum ko'p. Eng asosiysi shu obishni qirtirib olib turganlar 3'e 5. Ha, 3'e 5, 3,5 kanalar bor. Misol 4'e 10 etib giramiz endi ening. Jannat guli. Misol, eng ulug' dalanlarning pulini girib beramiz. 4'e 10'ını cennet gülü. Cennet gülü degen eng bu. Gelsangiz bunu dönüçü sizde azı ters düşedi, benden gelip bir alıp verin. 4'e 10 razmerini pulunu gireme. 4'e 10. 4'e 10'nu. Aylık tölevi düşedi. Misal 12'ye bölsek 483 ming so'mdan 10 metrini erit etadi. Her ayda 483 ming so'm to'laydi. 483 ming so'm yaxshi. 483 ming so'm. Boshqacha ko'rsatib turadi ekanda bu. Nijni. Mana ening gullari ko'p. Ening bir gul. İnamında yine aboy gül, ening. Hava, endi bular Buxorolar hammasi qizilda keldi. Keyin inamında ening zamonaviy hozirgi burch gullarimiz. Misal mana ening bunday ranglar ham o'zi qaytadan modaga kirayotir o'xshaydi. Avan. Mana yine 4'e 5'ini chiqarib beraman misal sizga-da. 4'e 5'ini. To'lovini. 290 ming so'mdan tushdi. 290 ming so'mdan. Her oylik to'lovda. 290 ming so'm to'laydi bu g'ani. 4'e 5'lik xonaga. Ening shunday vazlar endi bir ko'paytiraversak ham gapni bir qiziqarli bo'lib chiqmaydi-da videomuz. Ening Viberlarimiz. Gelsinlar 12'ye bölüp to'layversin. Viberimiz ening. Ko'p bu yanda. Ening Viberlarimiz. Bu arzoni qimmati palaskacha bor ekan. Bunday daroshkalar ham har xil bor ekan. Hammasidan bor. Bular ham 12'ye bölüp to'layveradi. Bular ham 12'ye. Ikkinchi etajdan bor ekan. Ikkinchi etajdan gilamlarimiz ko'p. Bu yanda sklat etib qo'yibmiz. Endi bu yanda tersini o'ralib yotganmiz o'zimiz. Xalana uyurda hurmatli obunachilar, gelsangizlar moda agar ko'p do'konlarda mesela azroq bo'ladigan bo'lsa, bu yerda xalagan turna bu yoqmasa yana boshqasini ko'rsatadilar. Yana boshqasi ishqilib dedingizdan keyin topasiz ishqilib. Ening high-techni dodasi. Ening dodasi. High-techni zo'ri. Ening high-tech. Vaja qarang. Ening 4 metr. Misal, meniki ham chiqarib beraman sizga. 4'li 5 metr bo'lsin uyi. 20 kvadrat nani oladi, o'lchatib oladi. Shunda oylik to'lovi chiqadi bana 4'e 5'i 314 ming so'mdan tushdi. 314 ming so'm. Vazni sifatini tushuntiring. Zisligini ko'rsating. Qani teyini ochib bering, shuni teyini tushib ko'rsak qo'ying. Tey 1 gram ham ochilmaydi. Eng qalini, eng zo'ri.
Arkayın serip sıpı bola. Ava mehki inavla fosforni yanıp turadi. Gelinjaylara, dalanlara, shuningdek go'zal chiqadi. Viberlarimiz dim go'zal. Ening. Bundan ham zo'r, inavram zo'r. Suv to'kilsa bir yandan o'tishi murakkabroq deng. Inav high-tech qarang. Erkatay high-tech bu. Вообще. Veja qarang. Bu boshqachadir. Veja qarang. Oppoq qo'l akkuratni ko'rsatib turadi. Dim akkuratni high-techlar. Viber zo'rlari shu yerda, shavatimizda. Maydona ketish Maydona yo'q, maydona boradilarda qimmat oylik to'lab olib yetdilar, lekin eldinda oqqan suvni qadri yo'q deb behudadan aytilmaydi-da, Bahodirjon. Jasirlar xizmatini qilaman, olib borib berishlari, tikib berishlarim bir tiyin so'ratimmi. Olib borib xizmatini qilib beramiz. Xudo xolasa. Ana shunda ayttirib donishtirdim. Shu yangilik edi Bahodirjon. Xudo xolasa. Esa, hurmatli obunachilarimiz, ko'rib turganlaringizni yana kelaverasizlar. O'zlarimizni bu yon tarafdan ham kirib kelsangizlar bo'laveradi yana. To'g'ri bundan Stankadan kelasizlardan, Stankadan yo bu yandan keladigan bo'lsangiz, Dehqon bozor tarafdan to'g'ri kirib keladigan bo'lsangiz, bozor kunlari ham ishlayveradi axang. Ha, bizda Mabodo bozor kuni yo'q. Keladi, ko'pchilik bozorga keladi. Dehqon bozordan kelasizlar, bu yandan ham kirib kelaverasizlar. Ikki eshik ham. Girganingizdan polni gilamlarda xalagan turindayna, gilamlar saroyi. Hamma narsa bor. Lekin Viber'im güçlü. Xudoga shukr, Viber dim dahshatlari bor. Gelip görüp şu xohlagan g'olisini 12 oya bölüp to'layveradi. Xohlasan naq bilasin, xohlasa 12 oya bölüp to'lasin. Yaxshi. Telefon nomerlari shu ekranda shuni qo'yiladi, Şu nomerlarimiz qo'yiladi, va hamishangi nomerlarimiz ekranda turadi, xudo xolasa.